Zamonasida uyda ota bola suhbatlashib o'tirganda to'satdan deydi o'g'il, uyimizning eshigi qattiq zarbalar bilan urila boshladi. Men eshikni ochdim. Shunday bir odam men bilan salom alayk qilmasdan shunday otamni oldiga keldi-da, "Ey" dedi, "sen qarzingni qachon to'laysan?" dedi. Otam meni oldimda juda xijolat bo'ldilar. Keyin men suhbatga qo'shildim. Otamni qarzlari o'zi qancha dedim. Turkiyada bo'layotgan holat. 50 ming. Ularni pullarida endi riyol bo'ladimi, qanaqangidir pul tele bo'ladimi, qanaqangidir pul holatda 50 ming dedi. Yigit aytadi, "Men uylanish arafasidaman, to'yim uchun 15 ming o'zi jamlab yuribman. Oylik maoshlarimdan saqlab, ro'zg'ordan orttirib 15 ming saqlab qo'yganman. Men hozir" dedim. Uyga kirdimda o'sha jamlagan, to'yim uchun jamlagan pulimni chiqarib berdim. Mana bu 15 mingga 35 mingi qoldi. Men sizga yaqin muddatda uni uzaman dedi. Otamni dedim, boshqa qarz masalasida bezovta qilmang, men bilan gaplashasiz dedim. Otam yig'lab yubordilar deydi. O odamni yubordim va unga aytdim, qarz masalasiga bunaqa uyimizga kelmang. Mana bu meni telefon raqamim, mana bu manzilim, kelib mendan so'rang. Mana bu ish joyim dedim, deydi. Men deydi, oddiy ko'mir tashiydigan fabrikada, ko'mir qadoqlash fabrikasida oddiy ishchiman. Oyligim 5000 teledan ozgina pastroq, 4950 tele deydi. Hisoblasam 35 mingni yemay, ichmay 7 oyda o'zarkanman deydi. Va undan ham ozgina qaytimlari qolar ekan, 7 oydan ozgina oshiqroq deydi. Men aytdimki, men oyligim shuncha, mana shuncha vaqt yemaymiz, ichmaymiz, sizni qarzingizni to'laymiz, faqat qarz masalasida menga murojaat qilasiz dedi. Qaytdim, otam yig'layaptilar va otamga aytdimki, uylanish bo'lsa qochib ketmas, to'y bo'lmoqchi bo'lsa, keyinroq 1 yil keyin, 6 oy keyin, 7 oy keyin Alloh fazl bersin. Alloh yaxshilik bersin. Siz duo qiling, ishlarimiz yaxshi bo'lsin dedi. Otam meni duo qildilar deydi yigit. Men o'sha kuni bir tomondan xafa bo'laman. To'y kunim yaqin bo'lishligi kerak. Uylanish uchun pul yig'ganman. Pulim ketganligidan ozgina xafaman deydi. Lekin otamni qarzini to'lashlik baxti menga nasib qilganligi va otamni meni yig'lab duo qilganlardan men xursandman deydi. Subhanalloh deyapman. Bir tomondan na xafa bo'lishim, na xursand bo'lishligimni bilaman. Odatdagidek 2-3 kun ishga qatnayapmiz. Holat shu. Har otam meni ko'rganlarda meni haqqimga duo qiladilar deydi. 3-kun edimi, 4-kun edimi, o'rtoqlarim meni ko'rishga kelishdi dedi. O'rtoqlarim men bilan suhbatlashdi, birga choy ichdik va aytdiki, bir qo'shnimiz bor, juda boy odam. Uni o'g'li yo'q, lekin katta shirkatlari bor. U ishonchli, omonatdor bir odam qidiryapti. O'rtoqlarim aytayapti, men falon shirkatga yaqinda joylashganman, oyligim yaxshi. Men falon shirkatga yaqinda joylashganman. O'sha shirkatda 3-4 yildan beri ishlayman. Uni tashlab keta olmayman. Va biz o'ylab, mana shu joyga seni loyiq ko'rishlik uchun seni oldinga keldik deydi. Unda yur dedi, shu odamni oldiga boraylik. Omonatdorlikni qarang. Hozir tushlik vaqti bo'lgan. Men ish kunimni tugataman va ruxsat so'rayman. Qachon menga dam olish kuni berasiz deyman boshliqdan. So'rayman. O'sha dam olish kuniga biz boramiz dedi. Uni oldiga. U boshliqqa kirib aytganda 2 kundan keyin dam olish kuni beraman dedi. O'rtoqlariga aytdi. U odamga aytasizlar, boshlig'im menga 2 kundan keyin dam olish kuni berdi. 2 kundan keyin uni oldiga boramiz. 2 kun bo'ldi, biz uni oldiga bordik. Haqiqatda yaxshi odam ekan dedi. Bo'lgan voqeani aytib berdik. O'rtoqlarim keldi. Men o'sha kuni kelishlik imkoniyatim bor edi, lekin rahbar ruxsat beradimi yoki yo'qmi? Uni oldiga kirdim va 2 kundan keyin dam olish kuni beraman dedi. Va o'sha 2 kun o'tgandan keyin sizni oldingizga kelyapmiz dedi. Bu odam nima dedi? Ertaga borib o'sha shirkatdan bo'shaysan dedi. Ariza yozasan, bo'shaysan. Oyliging qancha? 4950 TL dedi.
Xo'p, senga dedi, senga. Ish kuningni birinchi kunidan to ishni o'rganasanmi? Unaqa holat yo'q. Birinchi kunidan bir oylik maoshing 15,000 TL dedi. Ya'ni 3 barobar, 3 hissa ko'proqqa ishlaydi. Xo'p dedi. Seni shirkat tomonidan yashashga uy, shirkat tomonidan haydashga bir mashina beraman dedi. Seni imkoniyating ozgina pastroq ekanligini o'rtoqlaring menga tushuntirishdi va 6 oylik oyligingni senga oldin beraman dedi. Subhanalloh dedimda, ertasi kun kelib ishdan bo'shab, undan keyingi kun ishxona bilan tanishib, uylarni, mashinalarni qabul qilib 6 oylik oyligimni olganda qarzdorni qarzini berib, undan keyin ortiqcha qolgan pullarni otamga keltirib berdim. Mana to'yga ham yetadigan pul. Biz mabodo kelin bilan yangi uyga ko'chib o'tsak, o'shanga sharoit va haydab yurishlik uchun ulov. Va men bugungi kundagi umumiy ma'noni nimaga qaratmoqchimiz? Qarzning ado qilishligiga qo'yilgan qadam bu, birodar. Bu baraka. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda anna nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallohu anhu va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima deyaptilar? Kim odamlarning molini olsa, tijorat molini, pulini, narsasini, biror bir narsasini ishlatishlik uchun qarzga olsa, niyati uni qaytarib berishlik, ya'ni ado qilishlik bo'lsa, addallohu anhu. Alloh uni ado qiladi, birodar. Ya'ni uni ado qilishlikka, uni to'lashlikda, uni barakasini berishlikda qilinayotgan vaqt, xizmat, harakat Alloh taoloning barakasini ostida bo'ladi. Uni ado qilasiz, birodar. Agar siz uni olishlikdan maqsadingiz, birodar, atlafahulloh, bermaslik bo'lsa, Alloh taolo uni talofotga uchratib tashlaydi. Uni na o'zingizga yuqadi u narsa, na o'zingizga nasib qiladi, na uni siz qarzdorga bera bilasiz, birodar. Tijoratchilardan so'rang, ko'pchiligimiz tijoratchimiz. Birovdan bir narsa olsak, uni tezda beraman deb. Alloh uni tezda berishligingiz uchun imkon beradi. Uni bir narsa olsangiz, sekin beraman, bu o'rtog'imku mendan so'ramaydi desangiz, birodar, uni sekin uni berishlik ham oxirida qiynalib qolgan holatda berasiz, birodar. Shuning uchun, birodar, qarz masalasi mumkin shariatda. Qarz berish, qarz olish mumkin, birodar. Lekin uni haq huquqlarini, birodar, joyiga qo'ying. Tez beraman deng. Omonatga xiyonat qilmang, birodar. Qarz berishlikda yoki qarz olishlikda taqvo qiling. Berayotgan odam undan bir narsa ta'ma qilmasin. Hech qanaqangi narsa ta'ma qilmasin. Olgan odam ham Allohdan so'rasinki, xuddi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdek qarzini chiroyli va go'zal holatda ado qilishlikni. Shunda Allohning fazli bo'ladi. Shunda Alloh taolo biz sizga yaxshilik, fazilatlarni Robbimning o'zi hammalarimizga taqdir qiladi inshaalloh. Bugungi kunda qarz olib, qarzlarni qasddan bermayotgan odamlarimiz bor, birodar. Qarzdor qarzini bermaydi. Bugungi kunda boylar bor, uylarida ustalarmi, uylarida bir narsami kelsa, ularni qonuniy ravishda qasddan bermaydilar, birodar. U kambag'al bechora ham boydan so'ra olmaydi, birodar. Birodar, bunday bo'lmaydi. Bunday qilmang, birodar. Erta qiyomatda buni javobi bor. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar, bir yerda falon qavmdan kim bor dedilar. Men borman dedi. Sohibingiz qarzi tufayli jannatdan to'silib turibdi, birodar. Birodar, bugungi kunda qarzlarni qasddan bermayotganlar matlul g'aniy zulmun. Boy odamning qarzini bermay turishligi bu zulm, birodar.
kambag'alga qilingan zulm, tojirga qilingan zulm yoki bir ustaga qilingan zulm birodar. Shuning uchun bugungi kunda har bir mu'min bandalar ochiq ko'ngil bo'lishliklari, qarz oldi berdilarini joyiga qo'yishliklari va Alloh taolodan fazl so'rashliklari kerak. Chunki inson to qarzini qaytarmagunicha jannatga kirmaydi. O'tgan juma amr ma'ruf soatlarida aytdik. Alloh taolo ro'za tutmagan bo'lsangiz, Allohning o'zi fazli, banda bilan Alloh o'rtasida bo'lgan ish. Alloh behojat zot, Alloh rahimli dil zot. Kechirib yuborishligi mumkin. Namoz o'qimagansiz, gunoh qilgansiz, qanaqangidir gunohlar sodir qilgansiz, shariat ahkomlarini buzgansiz, Alloh kechirishligi mumkin. Lekin birodar, banda bilan banda orasidagi qarzlarni Alloh kechirmaydi, chunki Alloh qo'shilmaydi bunga. Banda keladi, "Ya Robbiy" deydi, "Mendan 100 ming qarzi bor edi." Bo'ldi, bugun 100 mingni to'lash qiyin emas bugun. Bir narsa qilib to'lasa bo'ladi. Yoki men qarzdorman birodar, bir qismini kech, bir qismiga harakat qilaman desangiz, yarmini kechib yuboradi, yo umuman hammasini kechib yuboradi. Lekin qiyomatda bo'lganda, "Ya Robbiy, mendan 100 ming qarzi bor edi. Endi 100 mingta savobini olaman" desa, o'zi ikkita savob yetishmay turgan holatda ahvol nima bo'ladi birodar? Birodar, ota farzandidan teskariga qarab qochadi. Nega? Farzandi keladi, "Ya ota, men sizni o'g'lingizman, qariligingizda xizmatingizni qilganman. Biz ota o'g'ilmiz. Menga 4 ta savob berib turing" desa, otani ahvoli nima kechadi? O'g'lim mendan so'ramasin deb yuzini burib boshqa tomonga qochadigan bir vaqtda endi 100 ming qarzingiz bor odam kelib, "Ya Robbiy, mendan dunyoda 100 ming qarzi bor edi buni. So'mda, 100 ming so'mda oddiy. Endi bugunga kelib 100 mingta savobini olaman" desa, birodar, ahvolni qarang endi. Ona farzandidan qochadi. Ota o'g'lidan qochadi. O'g'il otadan yuzini burib qochadi. Nega? Bu tan olmaslikdan emas. Men dunyoda senga shuncha yaxshilik qildim, seni o'stirdim, shuncha katta qildim, o'qitdim, ziyoli qildim. Endi o'g'lim menga 10 ta savob berib tur demasin uchun otalar o'g'illardan, o'g'illar otalardan, onalar farzandlardan qochayotgan bir vaqtda endi bir qarzdor kelib, "Mendan falonta qarzi bor edi. Falon pul qarzi bor edi. Uni o'rniga falonta men savob olaman" desa, birodar, bandaning ahvoli yomon kechadi o'sha joyda. Bugun dunyodagi oldi berdilar masalasi. Alloh panoh bersin. Alloh taolo biz sizga yaxshilik bersin birodar.